1 apreldan boshlab bir qator xizmatlar uchun to'lovni amalga oshirishda yoki oldi-sotdida naqd puldan foydalana olmaysiz. Men ular qaysilar ekanligini birma-bir sanab o'taman. Esdan chiqib qolmasligi uchun videoni saqlab qo'ying. Demak, birinchi, davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar. Bu yagona darcha, pasport stol yoki davlat xizmatlari markazida ko'rsatiladigan barcha xizmatlar nazarda tutilmoqda. Ikkinchi, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar. Uchinchi, transportlarga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan foydalanilganida, ya'ni benzin, metan, propan zapravkalar nazarda tutilyapti va elektromobillarni zaryadlash bo'yicha xizmatlar. To'rtinchi, qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovarlar va xizmatlar uchun to'lovlar. Beshinchi, alkogol va tamaki mahsulotlarini sotib olishda va oltinchi, ko'chmas mulk obyektlari, uy bo'lishi mumkin yoki ofis bo'lishi mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan transportlar hamda maxsus avtotransport vositalarini sotish va sotib olishda naqd puldan foydalana olmaysiz. Ana shunaqa gaplar ushbu videoni hamma yaqinlaringizga yuboring, chunki yuqoridagi xizmatlarga deyarli barchani ishi tushishi aniq.